پوۋىسىت ھاراملىق. Avtor Ayşem İsmail Təbəssüm. Bu beshinglaydigan marazlar, taxtidan joyitlar, zivon to'ymaydigan o'limgirlarni qara. Hammachani oyliq kirgandek bezab qilsizlar saylarni. Bu bola tekkurlar. Avu og'zini bo'lishiga buzib, eski traktordek tarangshiyotgan, har qadamida beshiga tashlab olgan yog'liqining ikki uchi havoda laylab, o'zi yelkanlik kiyimidek lapangshib ketib qolgan ayol mening ayolim. Uning bilan o'tkazgan 30 yillik hayotim mening eng baxtli chog'larim. Salla beshamlik bor, lekin bekli ko'yimchan. Boshqalar balkim o'zining puli, mol dunyosi, yerlarining ko'pligi, uy voqisining kattaligi, amalining cho'ngligi bilan faxrlanadigandir. Biroq men baxtli bir oilamning, 4 bolamning borligi, mushundaq javildab tursam-u, ko'nglim ochgan yerlariga boradigan, lozim bo'lsa, jonnim ayashdan yanmaydigan ayolim bo'lganligidan faxrlanaman. Boshqalardek bek pullarmi emasman. Ammo pul xajlabmi og'il bo'lmaydigan nurg'un narsalarga men pul xajlamay turibmi erishgan. Qandoq demsiz? Oldirmang. Berishni xohlasangiz to'liqi bilan so'zlab beray. Hammani tushunib qolasiz. Vaqt kelganda hayotingizda mendek yashab boqmaganingiz uchun pushaymon qilib qolamsiz texi. Bularni so'zlasam, to'limi yiroq o'tmishdan, ya'ni bovam momonlarning hayotidan boshlashga to'g'ri keladi. Shundaqda men so'zlab bormay, sizmi qiziqqan gunohingiz uchun anglab bormang. Ish qilib yetarlik vaqtim bor. Onam Xonnisaxon chechini ushoq o'rib, ko'tarammasimi ketmanni so'rab yurib chopqidak bo'lgan zamonlarda bovam momonlar sahar turib, kech yetib, kooperatsiyaga jon pido qilib, har kuni 5 nomer uchun ishlab yuratdi ekan. O zamonlar qo'saq topsa uchchisiga yo'q, olkisiga topsa ufkisiga yo'q. Qizchilik chog'lar bo'g'achqa hammaning kuni och zarliqda o'tadi ekan. Rahmatlik dadam Qosimaxon shu chog'da balog'at yeshida bo'lib, bovam momonlarga qiypash qo'shni keladi ekan. U onamga kuyib qolgan bo'lib, uxlasimi Xonnisa deb tushaydi ekan. Ammo dadam tikandek yolg'iz yetim bola bo'lganlik uchun uningga ega bo'lib, beshini silaydigan. Oddisi darding bormi deb so'raydigan birama odam yo'q ekan. Endi o zamonlarga bir kimning holiga yetmaydigan. Yetay desimi, heli qo'li, heli bo'yi, heli xuyi qalti kelib qilib, sevib kirib uxlab qoladigan ishga. Shunga dadammi dardini ichiga yutib, onamga gap tashlashga fursat kutib yuribdi. Biroq kooperatsiyaning xolis xizmatkoriga aylanib qolgan dadam qo'sig'ini o'la-o'lmas beqib yurguniga xushbo'z bo'ladi ekan. Chunki qo'saqni baqsa, uchisi illig'idek kiyimi yo'q. Uchisiga chiqsa, bosh tiqqidek to'zigrak uyi yo'q ekan. Dadasidan maraz qolgan bir ig'izliq koni so'qmatamliq uyi bilan qarab qo'ysizlar o'rilib tushadigan holga kelib qolgan bir aginish dadamning eng cho'ng mulki ekan. O chaqlarda onammi kichik bo'lib, birasining muhabbat izhorini tushangidek yoshda emas ekan. Kooperatsiya sal insobiga kelib, yerlarni fuqarolarga bo'lib, o'z oldiga teriqchilik qilishga buyurib beribdi. Buning bilan avomning turmushi yaxshilanishga boshlabdi. Terishqonlarning qozini go'sh, to'qsining yeni to'shko'ygan shundoq kunlarning birida onamga elchi ketdi. Hal o'qit yomon emas bir oilaning e'tiborli kenji begzotisining onamga loyiq chiqqanligini anglagan dadam joyida o'ltirolmay qopti. Lekin qancha terishib baqsimi, to'shik yanchiqida tanga o'rnashmay, tarlab pishib ishliginiga yarasha chopini tizdan oshmay, otam aytgan bayiqi holati bo'yicha qelaveribdi. Ammo ko'yik davosi yanchiq bo'sh degan gapga unmabdi. Shuning bilan dadam tavakkul daryosiga kiyimi selib, o'z holiga boqmay, qo'lini burniga tiqibla, onamlarning uyiga o'zi elchi bo'lib kiribdi. Bovam momonlar dadamning maqsadini uqqandan keyin chiroylari tatirib ketibdi. Va eshak qo'ylarga berish ko'z qiymagan yundisni usti-beshiga chechib, yo'lga sep qo'yibdi. Dadam bu alamga chidamay og'rib yetib qopti. Hamda levini tishlab turib, "Xat" debdi. Ammo bu xat bilan onamni ololmaydi ekan. Dadam yana g'ayratga kelib, onamga o'ylanish xiyoli borligini kent boshlig'i, sekretar, ayollar mudiri deganda kent rahbarlariga aytib, o'ziga yordam qilishni o'tingan bo'lsa-mu, ular dadamning vayrona aptiga, eski kapsiga qarab, beshini chayqab qo'yib, do'lisini ichiga tiqibdi. U xiyol bu armonlar bilan yurib, oradan 1 yil o'tib ketibdi. Anamning ota-onasi ayni chaqda qizimiz tex kichik deb Kenji Begzodining elchilariga kelar yil to'y qilish sharti bilan ma'qul javobini bergan ekan. Dadam onamning boshqa biriga mansub bo'lib ketishiga chidamay, tipirlab qopti. Necha kun o'ylanib plan tuzish orqali bovam momonlarni ayvash keltirib, onam Xonnisaxonni o'ziga chetib qo'yishga ko'ndirishga amal tepibdi. Biroq bu bir qamlashmagan char ekan.
mayli qamlasin qamlashmasin zoda olaman deb niyat qilgan dadam oxir shu bo'yicha ish ko'rib isib beribli bovamga xonasaqani manga bersangiz degan gap. Sen yalan to'shning qaysi biri vaj xirojing borligiga beraman qizimni debdi bovam ko'mirdek qaradi. Po'kandek esilib turib. Ya ota-onang urug' tuqqanlaring bo'lmasa, ya qo'l elikingda baning tayini bo'lmasa, sen mujolingga xotin olaman demsan texi, to'lin nomusini keltirmay berib umuchingni tikina menga. Yelimi shu umoch etib berdiganga xonasaqani alay deyman dadika. Ma'qul deb beshimni bir silab qo'yslar, silidan u dunyo bu dunyo rozi bo'lib ketdim jinim dadika. Sen rozi bo'lmay qolsang o'lsam do'zax bo'lib ketaman men. Ey, qanday qilaman? Deginicha dadamga devaylabdi. Bovam, sana deb qo'yay ko'p potlar. Xonasaqani sendek tejimal yer tiqishtonga hargiz bermayman. Uning loyiqi bor. Sadiraxunning kenji o'g'li Shamshidin qizimga elchi qo'ydi. Sen to'la menga qosh atmay, olinga beqib oltata. Bovam shundoq deginicha g'adoyg'ini ketib qopti. Dadam yana bir qitim xat deb oxirgi planni ish qilsamsa bo'lmaydiganligiga ko'z yetib, ondan bovamning orqasidan qo'g'lab berib, qaramay ketiverganiga unimay oldin to'ribdi. Men qarsa dadika. Sizlar bermayman degan bilan biz allaqachon ishni o'qishib bo'lgan. Xonasaqanda menga bermaslari mayli, lekin nechadan keyin uylarda tug'ib beradi. Shu chaq bo'lganda mening uylariga bag'dak vaqtim yo'q. O'zlari onval ikkisini uyimga olib qo'yalar. Chima? Dadam shundoq deb qo'yib, oldi-keyni qaramay ketib qopti. Dadamning gaplarini anqiramay hangli qilib qolgan bovam toki uning qarshi yutkicha dadamning gapini chaynab beqib ming past tushunibdi. Ondan yuz ko'zlariga to'pish ichib, allakalla deb to'lig'inicha uyga yuguribdi. Uyga kelib, momamning qaznaq uyga solib, dadamning aytganlarini momamga birma-bir yetkazibdi. Va onamni so'roq qilishga buyuribdi. Momamni o'zini nechkachat urib, o'tartib yig'lagandan keyin onamning ushoq o'rlagan chochlaridan so'rgan peti qaznaq uyga solibdi va tamg'i niqtab turib so'roq qilibdi. Anam boshda momamning nima demoqchi bo'lganligini tushunmabdi. Keyin momamning besim ishlataverishi hamda ochiqdan oshkor so'rishi bilan yo'q, undaq ish yo'q debla javob berib yig'lab turibdi. Bovam bilan momam qon chiqibmi onamni iqror qildiramabdi. Shuning bilan ular Qosim degan dayyus qizini bermadi deb bizga o'chmanlik saqlab shu ochig'ini chiqag'ili yolg'on gap qilgan o'xshaydi deb o'ylab yuribdi. Kim bilsin, ko'ch-ko'ylarda Qosim bilan Mamataxonning qizi Xonnasaxon heliqidekmish, qiladiganni qilib bo'lib, ig'ir oyoq bo'lib qolganda ondan uydagilarga debdidek, Mamataxonlar qizini Qosimga bermasa, endi yuzini ko'tarib yuranmagidek. Ahvol bu tursa, Sadiraxonlar Shamshidinga ep berami Xonnasaxonni degandek gap so'zlar tarqilib ketibdi. Chiroq tu qorong'u degandek, bu momamlar bu gaplardan kechikib xabar tepibdi. Ular bu gaplarning isbusini bilganda allaqachon butun mahallaga pur ketgan ekan. Qandoqli qilgan bilanmi yurtkilarning og'zini tuvoqlayolmadi. Onam bechora uydan taloqi chiqmay yig'labla o'ltiribdi. Momamning voy qiz baqqan gunoyim bor. Voy o'lay, nim ahanat bu. Mushkullarga qolg'icha o'libli kasabcho. degandek toptana qattiq gaplarga chidamay yoshirinchi qechib uydan chiqib ketibdi. Bovam momamlar izda onamni hech yerdan topamabdi. 3 kun bo'lganda kechada ishimni chekdi. So'rsam uyda yamonlab chiqdim. Onam dadam bek tillavatdi. Oy, turg'uchilikim qolmadi. Sizga bola bo'lay deydi. U kuni chiroyliqcha yetib qoldik. Atis opirib qo'yay desam, yig'lab unimdi. Bugun aron tasti qoyillik qilib, elib kelishim. Bola qilib olsam-mo, o'zir ma'qul bo'lsa, ondan qilama. Yana kelib uydik 6 jonni boqolmay turganda, yana bir jon ortiq kelgidek. Shunga yollarga keldim. deb onamning qo'lidan yetilab uyga kelib qo'yib ketibdi. Onam yo'qab ketganda cho'nglab butun mahallani qezib izlashtirgan bo'g'achqa Xonnasaxon uydan chiqib ketibdi. Qosim ipqachqa o'xshaydi deb gap tarqilib ketgan ekan. O'lmakning ustiga tepmak degandek so'z cho'chaklarni ko'taramay oran turgan bovom momamlar bu gaplar bilan tugishib ketibdi. Aslida dadam ishchi yomonlik qilib shundoq gap so'zlarni taqtib, onamga kelgan elchilarni qaytarg'izatmoqchi ekandiq. O'ylamagan yerdan gaplar avib, o't ustiga may chechib qo'yibdi. Shu ishlar bo'lib o'tish jarayonida 2 oy o'tib ketibdi. Shamshidinning elchilarimi to'y ishini qaytarib o'tib, bir muncha sesiq gap qilib ketib qopti. Bovam momamlarga surkilib kuyovg'illik tamasida yurgan. Shuning bilan jimmadila besqib qopti. Garchi onamning qo'sig'i to'mpiyib chiqmagan bo'lsa-mu, ularning o'tirsida hech ish bo'lmaganiga dadam bilan onamning pokligiga hech kim ishonmabdi. Bovamlar onamni oqlab, dadam bo'lsa yolg'on gaplarni malik pur qilib yeyib yurgachga
Yaxshi gap bo'lsa-g'atligicha yomon gap davoni ishibdi degan hikmat bo'yicha onamga ishonmay, dadamga ishonganlar jiq chiqibdi. Bir kuni kechida dadam eski uyda yirtiq yotqiniga yo'ginib uxlab yotsa, ishki zarbi bilan ichilibdi. Ondan uyga 4-5 yo'g'on gavda besib kiribla dadamni qor qo'yaq dasab urib ketibdi. Rosa urib borganda oradan biri havo guldirliganda qo'pol ovozi bilan "Aychi boshlab chiq, xonsa beramiz" debdi. Ondan gap so'z qilmay gursilditib dalsishkinicha chiqib ketibdi. Dadam og'irgan bellarini silab, og'rimagan yerlarini sanab yetib, haftini o'tkazib, ondan o'rindan tura olibdi. O tonish bilishlari mahalla ahli ichidan shuncha o'ylashibmi, o'ziga elchi bo'g'idek hech birisini topolmabdi. Chunki dadamning ota-onasi kezik kesili bilan tugab ketgan bo'lib, ular asli o'z yurtidagi pomishchik boylarning zulmiga chidamay, bu yurtga kelib o'ltiraqlashib qolganlardan ekan. Ular tugab ketib, dadam 13 yoshda yetim qolibdi. İşlerine özanlar bilip kılgaç durupsizlar. Bizni başlap barmışsanlarım bu. Berip yitlepla uyanglar gapiralımlar. Dep mazaq qilib kulishib qo'yibdi. Hech birisining kari bo'lmabdi. Amalsiz qolgan dadam oxiri eng beshida qilgani bo'yicha dolisini chiqaribla, yana qo'lini burniga tiqib elchilikka o'zi beribdi. Dadamning bu qiliqi cho'nglarning qattiq ochchig'ini keltiribdi. Lekin hammani peshonasidan ko'rib, dadamga mehri haqqiga yetkidek bir narsa tepib kelsa, onamni nikohlab berdiganligini aytib, to'yga rozilik beribdi. O zamonlarda qo'saq to'yg'idek bir vaqt tamoq chiqish qila olsa, shuning o'zi katta to'y ekan to'q. Yerlarni a'zolarga huddi belgilar texi uzun bo'lmagan chaqlar bo'g'achqa hammaning qo'li o'zik ekan. Bo'libmi yolg'iz yetim dadamning qo'li teximi kalt ekan. Dadam oxiri boshqalarning hashar o'rniga berib ishlab, buning hisobiga ish qilib degandek 4 oy bo'lay deganda aram bir ko'ngillik chet, bir g'ijim ro'molga chiqish qilib, topqinim mushu deb buvamning oldiga kelibdi. Zamanning ahvoli shu bo'g'achqa bir erkim chiq to'yliq elib, katta to'y qilish deganlar mumkin emas ekan. Bu narsalar onamning to'yliqiga yetgan bilan yurtqa osh tortishga yetmaydi ekan. Bechora bovam bunimi ichiga tinib, mahalla cho'nglarini chaqirib bir qozon umoch etibdi dadam bilan onamning nikohini qilib qo'yibdi. Chunki dadam bilan onamning yomon otqi chiqib ketgan bo'g'achqa onamga keladigan elchining oyog'i uzilib, pitishgan to'ymi yenib ketgan. Mushundoq ketaversa onam o'ltirib qolishi mumkin ekan. Eng yomoni bovam momamlar mish-mish gaplarning yana chiqaverishiga chidamabdi. To'ydan keyin bovam jon achchig'ida og'rib qolib, ish gaptida oran o'rindan turibdi. Ammo ilgari yolg'iz yenini tasda boqqan dadam endilikda ishki jonni beqishda qiynalib, hatsi bovamlarga taynibapti. Bari yo'q 8 pon yernimi o'ngchi teryanmay, cho'listaksida cho'ng'iga chiqibapti. Biroq cho'nglarmi chidashga majbur ekan. Chunki onam 4 o'g'ilning ichida bir talla qiz ekan. Dadam bilan onam to'y qilib 1 yildan keyin men tug'ilibdim. Ben tug'ilganda onam 16 yoshda, dadam 19 yoshda ekan. Gerçi ularning to'y qilganiga dal 1 yil bo'lganda tug'ilgan bo'lsam-mu, mahalladagilar meni haromdan bo'lgan deb qaraydi ekan. Hatto ota-onam yo'q yerda ularning haromligi deb ataydigan bo'lyapti. Tex ota-onam etizga ketganda uydagi bo'shikda yolg'iz qolib, birer yerim deb yig'lab qolgandek bo'lsam-mu, Qosimning harimi yig'lab bo'g'ilib ketibdi. Harom bo'lib qolmasin, yili xonsaxonni to'lab qo'yinglar deganligini dadam boshqalardan anglagan ekan. Mendan keyin tug'ilgan singlim Faziliyaxon men qaraganda talaylik. Onunga haramliq degan tamga besilib baqmadi. Lekin menga besilgan bu tamga dadamdan miras qolgan bo'lib, keyin dadamning deb berishicha rahmatlik onasini qoziga nikoh qildirmoqchi bo'lganda, cho'ng dadam uni ep qechib, bu yurtga kelib o'ltiraqlashib qolgan ekan. Yurt ahlini chaqirib, ottig'ini to'y o'tkazilgan bo'lsa-mu, dadam tug'ilganda hammasi uni haramdan bo'lgan deb bilibdi. Xuddi men tug'ilganda meni shunda qarashlar bilan kutib olgandek, dadamning kichik vaqtida intayin kapsiz bo'lib, sepozdan olib qopishgan. Mahalladagilarning qarashicha faqat dadamdek haramdan bo'lgan bolalarla shu darajada kapsiz keladi ekan. Uni demisimi, dadamning terigan ishlarini degilib tursa, mahalladagilarning umr bo'yi qaqishiga yetir ekan. Keyin onamning deb berishicha, men dadamni kiyibli tushibdim. Esimni bilsam, haqiqatan kapsiz edim. Yana bir kimning o'tlashga bog'lab qo'ygan kalasini yeshib, quyruq ostiga tikan qistirib qo'yib berib, tichangishib, yugurishlariga qarab tomosha ko'rayotgan. Eli gaplashib o'tirgan ayollarning o'rimchichini sezdirmay, birninkini yana birninkiga chigib qo'yib, yiqilib qopib, qaqshashlariga kulib, tiliqib yurgan. Birda bog' temidan ortilib tushib, qo'shnilarning o'z yeyishga qiymay saqlagan mevalarini o'g'irlayotgan. Birda xalqning to'qsini tutib, opirib boshqa birisining to'qkatiga solab qo'yib, xalqni jidalga selayotgan. Ishqilib, ishlarim jiq edi. Yana kelib, hech narsadan qo'rqmaydim. Ham hech kimdan tattatmaydim. Mahalladagi men bilan birga o'ynaydigan bolalarning hammasi shundoq kapsiz bo'lib, yuvosh bolalardan birasi bizga qo'shilib qoldimi? Bo'ldi. 2 kunda savozini chiqarib, hunarli qilib qo'yatdik. Ularning ota-onasi bizdan qoqshaydi, hamda bolalarni biz bilan o'ynashdan to'siydi. Elim meni esimda turibdi. Mahallamizda Bakr ismli bir bola bo'ladigan.
O'zi bakli yuvosh bo'lib, odatda hech kimga aralashmay o'zi yolg'iz o'ynaydi. Bir qitim balalar bilan dushman saqchi o'yin o'ynab yurib, uning uyining oldiga berib qoptimiz. U eshik to'rida bo'ynini qisib bizga qarab turdi. Ammo o'yinimizga qo'shilmadi. Men uni qiziqtirib, sepimizga qo'shib oldim. Yuvosh bo'g'achqa nima desam ma'qul deydi. Birozdan keyin o'yinimizni o'zgartirib, chalma o'q o'yini o'ynadik. Hamda chalmiz deb yurib, yiqilib chaydab qolgan koni so'qmatamning yeniga kelib qoptimiz. Tamda bir necha kamar bor bo'lib, bularning ichida qushqoch bolalar bor deb faraz qildik. Men Bakirni tamga yamishib chiqib, qushqoch elib tushishga buyurdim. U qo'rqib unimidi. Men bolalarni kushkirtib, Bakirni zangni qildirdim. Bolalar uni deb mazaq qilishga boshladi. U levini tishlab yig'lamsirab turib tamga yamishishga ma'qul bo'ldi. Biz past turib madad berdik. U bor kuchini yig'ib tamning o'yman yerlaridan qamollab tutib yuqoriga yamishishga boshladi. Shunda qilib kamarga yiqilishib berib, qo'rqib turib qo'lini kamarga tiqib, orqadan chiqarib oldi. Bir narsani mejiqlab elayotganini ko'rib, hammamiz qushqoch oldi deb xushal bo'lib turardik. Uning qo'lidagi narsa tuyuqsiz so'zilib turib, har yan to'lg'ilishga boshlaganda hammamiz qo'rqib ketdik. Bakirning qo'lida dadamning ko'rsatkich barmoq cho'nligida birdan yilon to'lg'ishib, Bakirdan qutulish uchun tirkishib o'tdi. Bakir boshda qo'rqib vaqirib etdi. Ondan yilonni tashlab o'tib, ching chaplashib turgan tomdan o'zini yerga otdi. Chiroyi tatirab qo'rqib ketgan Bakir ishni sevatgan edi. Uning holini ko'rib, hammamiz tikib etdik. Oramizdan biraylan berib Bakirning dadasiga ahvolni aytibdi. Ham uni Bakirning yeniga boshlab beribdi. Elim yaxshi, yilon Bakirni chiqavolmagan edi. Kechqurunlik uning dadasi bizning uyga keldi. Ham qilgan ishlarimizni deb dadam bilan onamga qattiq qaydi. Bakirning dadasi ketgandan keyin dadam onamlar meni eshik tubida o'r turg'izib qo'yib, biroz tanqidladi. Orada onam quliqimni yulibmi qo'ydi. Men ko'nglimda "Xap to'xtab tur Bakri." Dadam onamning oldida uzoq qo'ydim. Bu antimni olmaydigan bo'lsam, deb xapdan birini pukdim. Ats boshqa bolalarning hech qaysi men bilan o'ynag'ili unimadi. Sababini so'rsam, Bakirning ish sababli ota-onasi baq qo'rqitib o'tganmish. Agar yana men bilan o'ynaydigan bo'lsa, o'zini balam demasmish, ham tomoqni bermasmish. Bu gaplarni anglab, u ota-onalarning hammasiga xap deb qo'ydim ichimda. Ondan bir-birlab o'tilishga boshladim.